Biografiya xizmati rahbari Uzoq Sojida bo'laman. Bugun men sizlarga mashhur qirg'iz adibi Chingiz Aytmatovning buyuk muhabbat qissasi bo'lmish Jamila asari haqida so'zlab bermoqchiman. Chingiz Aytmatovning Jamila qissasi 20-asrlarning eng go'zal muhabbat qissasi. Tan olingan dunyoning 50 ga yaqin davlatlarining o'z tillarida tarjima qilingan. Ushbu qissa Jamilaning qaynisi Said tilidan hikoya qilinadi. Asar urush yillarida avval hayotidagi odamlarning mashaqqatli turmushi, jamiyatning birgina o'g'li Jamila va Doniyorning va uning qaynisi Said oilasi atrofida hikoya qilinadi. Urush nafaqat ayollar, balki erkaklar, keksa yoshlarni birday mehnat qilishga chorlaydi. Shu qatori Doniyor bir oyog'i oqsoq bo'lsa-da, sog'lom va insonlar qatori zahmat chekadi. U kam gap, kam suhbat, ustiga bir shinili bor. Uning kambag'al, kam suhbat ham deb bo'lmaydi. Chunki unga Alloh tomonidan berilgan ajoyib ovozi bor. Doniyorning shu sohir ajoyib ovozi vatanga bo'lgan muhabbatni joy etib, kuylaganini bir eshitsangiz edi, bunga amin bo'lasiz. Deylik urush barcha xalqlarniki edi. Urush kimnidir sevgan yoridan, kimnidir dilbandidan, kimnidir mehribon otasidan ayiradi. Lekin muallif o'zi Jamilaning muhabbati Doniyorni munosib bo'lgandek. Xuddiki bu muhabbat qissa va faqat Doniyor va Jamilaga tegishli deb hisoblaydi. Doniyorning muhabbati bilan chambarchas mushtarak bo'ldi. Jamila ayni baxtiyor bo'lib odamlarni sevgilisi bilan o'tkazadigan bir paytda nomi o'chgur urush uni shu ishlarni qilishga majbur etadi. Agar uning sevgilisi yonida bo'lganda Doniyorga kuyov ham bo'lmasdi. Albatta, shunday eng mashaqqatli yo'l jasorat yo'lidir. Jasorat ko'rsatmasdan tarixga aylanish, tilga tushirish mumkin baxir. Jamila ham xuddi shunday yo'l tutdi. U jasorat ko'rsatib, o'z muhabbatini Doniyorning muhabbatiga poyandoz qildi. U shunday chegarani buzib o'tib, buyuk muhabbat tarixini yaratdi. Agar shunday yo'l tutmaganda, haqiqiy, hamma tiliga tushadigan go'zal muhabbat qissasi yaralmas edi. Jamila ham o'zining beg'ubor sevgilisini Doniyorga baxshida etmaganda, butun dunyo tan olgan go'zal muhabbat qissasi yaralarmidi? Ushbu go'zal qissani o'qib chiqishingizni tavsiya qilaman.